Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Arzondan oling kanali obunachilari. Bugun biz O'zbekistondagi Toshkent shahridagi eng arzon Damas'larni bitta obzor qilishga qaror qildik. Bu Damas'larning narxlari, narx-navolari, boshlang'ich to'lovlari, oliy to'lovlarni hech qaysi O'zbekistonda hech qaysi hududidan topa olmasliklaringga kafolat beraman o'rtoqlar. Moshlarimiz assortimenti juda ham katta, ko'rib turibsizlar. 10 tadan ziyod Damas'imiz bor. 2021dan 2025-yilgacha Damas'larni men sizlarga hozir tanishtirib o'taman. Boshlang'ich to'lovini ham, oylik to'lovini ham, tan narxini ham birma-bir sizlarga aytib o'taman o'rtoqlar. Bemalol xohlagan joylar bilan solishtirib, xohlagan kalkulyatsiyalarni qilib, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Mashinamizning kraskalari tozasi ham bor, kraskalari bori ham bor, holatlari yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Hammasini to'liqonli sizlarga obzor qilib berishga qaror qilaman. Damas olaman deb yurganlar uchun, Damas xarid qilaman yo avtokreditga boshlang'ich to'lov evaziga $100, $200 o'zi umuman olganda pulim yo'q deganlar uchun ham bu juda ham zo'r variantlarni men sizlarga ko'rsataman. Shuning uchun menga obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like, bitta kommentariyani ayamaysizlar degan umiddaman. Xo'p, birinchi ikkita labomizni obzor qilib beraman. Xo'p, ikkita labomiz ikkalasi ham 2023, ikkalasini ham probegi 100 mingga yaqin masofani bosib o'tgan. Ikkalasini ham gazi bor, baloni bor, bittasini tenti bor. Juda ham sveji holatda. Bunisini kraskasi toza, bunisini bitta joyda petnosi bor. Juda ham zo'r holatdagi. O'rtoqlar, labomizni salon holatini bitta ko'rsatamiz. Maksimalni ko'rsatishga harakat qilamiz. Juda ham yaxshi holatda turibdi. Ichlari ham juda ham sveji holatda turibdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, bu labolarimizni agar sizlar Toshkentdan bo'lsanglar, $500 boshlang'ich to'lov berasizlar. Barcha xarajatgacha, nomerigacha, notariusigacha, sug'urtasigacha hamma xarajatni ichida qilib beraman. Keyin qaranglar, bitta masalan aytish esimdan chiqibdi. Mana shu yerda nechta mashina ko'rib turgan bo'lsanglar, hammasini boshlang'ich to'lovini aytsam, nomeri ham, notariusi ham, gaisi ham, sug'urtasi ham, umuman olganda hamma xarajati ham, agar ishlaring bir kundan ikkinchi kunga o'tadigan bo'lsa, gastnitsa puli ham o'sha boshlang'ich to'lovning ichida bo'ladi. Undan boshqa ortiqcha pul olinmaydi. O'zi bilasizlarmi, ayrim bir odamlar chiqyapti. Kelasizlar, nomeringa xarajat qilib, notariusiga xarajat qilib, u xarajatlariga kamida $700, $1000 pul ketadi. U narsaga aldanib qolmanglar o'rtoqlar. Men aytayotgan summaning ichida barcha xarajati, hamma xarajati ichida bo'ladi. Gapimga kafolat va garantiya beraman o'rtoqlar. Xo'p, ikkita labomizni tanishib o'tdinglar. $500 yana bir eslatib o'taman. $500 boshlang'ich to'lov berasizlar. Barcha xarajatingizga chiqib ketadi o'rtoqlar. Lab olaman deganlar uchun yurish turish motor zadnimovlarga javob beramiz. Luboylar ustalar olib kelib tekshirib olasizlar o'rtoqlar. Xo'p, keyingi Damas'imiz 2024, gazi bor, kraskasi toza, 50 ming probeg masofani bosib o'tgan, 13 balon, balonni yaqinroq ko'rsating. 13-razmerli balon, mashina idealniy holatda, yili ham yangi, unaqa eski emas. Xo'p, narxi $6100. Boshlang'ich to'lov esa agar siz Toshkent shahri va Toshkent viloyatidan bo'lsangiz, $250 boshlang'ich to'lov bilan chiqazib beramiz. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Juda ham zo'r holatdagi, juda ham idealniy holatdagi 2024 Damas'imiz. Yurish turish hamma joyiga garantiya beraman. Xuddi o'sha gap Luboylar olib kelib tekshirib olasizlar. Hech qayerda bunaqa boshlang'ich to'lov bilan 2024 Damas topa olmaysizlar. Xo'p, keyingi Damas'imiz 2021. Buni oylik to'lovi juda ham arzon chiqadi. Bosh to'lov sal balandroq, lekin oylik to'lov juda ham arzon chiqadi. Boshlang'ich to'lovni Toshkent shahri va viloyatdan bo'lsanglar $400 gina boshlang'ich to'lov berasizlar. Lekin oylik to'lovi mana shu ko'rib turgan 2024 Damas'lardan ko'ra oylik to'lovi 600 ming, 700 mingga arzon chiqadi. Agarda oylik to'lov qiziq bo'lsa, arzondan oling Telegram kanaliga o'tsanglar, mana shu yerda ko'rib turgan barcha mashinalarimizning oylik to'lovlarini batafsil yoritib berganmiz. Xo'p, mashinamizni obzor qilib beraman. 120 ming probeg, kraskasi ikkita joyida bor, baloni 13. Xo'p, salon holatini bitta ko'rsating. 2021 bo'lsa ham chirib ketgan mashina, aynib ketgan mashina emas. Unaqa bankdan qaytgan yo ubundan qaytgan, birovdan qolgan mashina emas o'rtoqlar. 2021 bo'lsa ham sveji holatda haydalgan, olsanglar baraka topadigan mashina. Keyin mashinamiz shumkasi ham bor. Mana eshitib qo'yinglar. Shumkasi ham bor, gazlari bor, motor zadnimovga 100% garantiya. Luboy sizlarga olib kelib tekshirtirasizlar. Motorlari ochilmagan, bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, 030 2024 Damas'imiz. Bu ham juda ham idealniy holatda. Buni ham gazlari bor, 13 balon, parok, salonni ham ko'rsatib yuboring mashinani. Hamma joyi qisqasini aytganda idealniy. Bu lekin juda ham sveji mashina o'rtoqlar, nerealniy sveji mashina. Salon holatlariga ham ahamiyat qo'yinglar. Hamma joyi chotki, paroglarigacha, 13 balonlargacha qo'yilgan, gazlarigacha qo'yilgan. Kraskalari ham toza xudo xolasa. Oldiga RS aprisovkalar ham taqilgan. Buni boshlang'ich to'lovni Toshkent shahri va viloyatdan bo'lsanglar
$500 deb o'tirmayman. $450 beringlar. Atiga 29 ming proyekt masofani bosib o'tgan 2024 kraskasi toza holatdagi Damazimizni $450 boshlang'ich olib ketsanglar bo'ladi. Bemalol kelib ko'rib tekshirib olasizlar. Xo'p, yana bitta Damazimiz 032. Qaranglar. Bu Damazni men bir taxminan bir 3-4 kun, keyli bir hafta deylik, bir hafta oldin $180 boshlang'ich bilan qo'ydim Toshkent shahriga. Viloyatga 380 mi $400 boshlang'ich bilan qo'ydim. Endi kelinglar, bunaqa qilamiz. Aynan arzondan oling kanali obunachilari uchun 2021-yilda ishlab chiqarilgan zo'r holatdagi, minsanglar baraka topadigan holatdagi mashinamizni hech qanaqa boshlang'ich ishlovsiz. Bir so'm boshlang'ich ishlov berib o'tirmaysizlar. Nomer, notarius, GAI, sug'urta oforminglar. Boyaga aytganimdek, viloyat bir kundan kunga o'tadigan bo'lsa, gastinsasigacha qilib beraman. Bir so'm boshlang'ich ishlov berib o'tirmaysizlar. Bemalol mana shu xohlasanglar zapis qilib olinglar, xohlasanglar ertaning o'ziga yo'q kelib ko'ringlar, gapimga javob beraman. 0 so'm berasizlar. Nomlaringga polni o'tkazib, oliy to'lov ham juda ham yumshoq chiqadi. Oliy to'lovlar Telegram kanalimga o'tinglar. Xo'p, mashinamiz lekin boshlang'ich ishlovsiz bo'lgani bilan o'rtoqlar chirib ketgan, aynib ketgan, bankdan qaytgan mashinamiz. Biz hech qachon bankdan qaytgan mashina sotmaymiz. Egadan olganmiz. Kerak bo'lsa qo'l qo'yishga, nominlarga o'tkazishga egani o'zi keladi o'rtoqlar. O'zlaring guvoh bo'lib turasizlar. Xo'p, baloni yaxshi turibdi, salon holatlari yaxshi turibdi, chiqonlari bor, poliglari bor, kojalar qilib qo'yganmiz salonlarini, ko'rib turibsizlar. Hamma joyi chotki holatda, ichlari ham kojalar qilib qo'yganmiz tepalarigacha. Gazlari bor, hech narsa yechilmagan mashinada. Motor qilinmagan, motorlari moy yemaydi. Bemalol kelib tekshirib olasizlar. Men hozir videoni oxirida iloji bo'yicha harakat qilaman, haydab ko'rsatishga. Ba'zilar o'ylashi mumkin, bu boshlang'ich ishlov beradi, bankdan qaytgan, chirib ketgan mashina. Unaqa emas o'rtoqlar. Eng idealniy, eng sara, eng arzon narxlarda Damazlarni bizdan xarid qilishingiz mumkin. Juda ham arzon narxlarda qo'yib boramiz. Bizga obuna qo'yib, like bosinglar, mana shu xizmatimizni, mana shu qilayotgan mehnatimizni bitta like bilan baholab qo'yasiz degan umiddaman o'rtoqlar. Xo'p, keyingi mashinamiz 2025 Damaz so'rayotganlar juda ham ko'p. Boshlovi arzon bo'lsin, oliy to'lovi arzon bo'lsin, holati idealniy bo'lsin deganlar 2025 Damazni juda ham qidirishyapti. O'zi 2025-yil Damazlar 1 yil ham bo'lmadi hali chiqqaniga. Sotuvda kam, sababi olgan odamlar hali u mashinani minib, o'zlarining xumorini qondirish olgani yo'q, qaysidir ma'noda aytganda. Xo'p, xuddi shunaqa 2025 idealniy zavodskoy holatda bo'lib turgan Damazimiz kelgan, juda ham svejiy, lekin gazlari bor o'rtoqlar. Zavodskoy degan gaz yo'q ekan deb o'ylamanglar. Xo'p, boshlang'ich ishlovini oxirida aytaman. Bitta mashinani bitta ko'rsatib o'ting, operator. Salon holatiga bitta ahamiyat qilinglar. 25 Damazni saloni juda ham chiroyli bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, juda ham zo'r holatda kojalar qilib qo'yganmiz. Agar yuqortaman desanglar ham qirilib chizilib ketmaydi. Zavodskoy paketlargacha turibdi o'rtoqlar. Zavodskoy paketlargacha taqilgan, unaqa yechilmagan. Xo'p, gazlari bor, hamma joyi chotki, polilar tashab qo'yganmiz. Boshlang'ich to'lovni qancha? Boshlang'ich to'lovni ko'p joylarda ko'rdim, $1000 qilib berishyapti. Ko'p avtokreditchilar yo $1000 bilan qilib berishyapti. Lekin men sizlarga $500 bilan faqatgina nomerga pul olaman, bo'ldi. Hamma xarajat qolgan, barcha xarajatni o'zim qilaman. $500 boshlang'ich ishlov berasizlar. 2025-yilda ishlab chiqarilgan top-toza holatda bo'lgan Damazimizni olib ketish imkoniyati sizlarda mavjud. Xo'p, keyingi mashinamiz 408 Damazimiz 2024, kraskalari toza, 70 ming probeg, 13 balon, gazi bor, salon holatlari yaxshi, hamma joyida ish qilib, Damazda nima kerak bo'lsa hamma narsa qilingan. Bu Damazimizni boshlang'ich ishlovini $350 boshlang'ich ishlovman 2024 kraskasi toza holatdagi Damazimizni olishinglar mumkin o'rtoqlar. Xo'p, endi qaranglar, men sizlarga juda ham katta assortimentda bo'lgan Damazlarda juda ham ko'p narsalarni qo'yib boraman. YouTube'ga har kun video qo'yib bo'lmaydi o'rtoqlar. Har kuni video qo'ya olmayman. Telegram kanalimga o'tsanglar, har kuni kuniga 15 ta 20 talab Damazlarni, undan tashqari Malibu deysizlar, Cobalt, Gentra, Spark qanaqa avtomobil olmoqchi bo'lsanglar ham, ana shu Telegram kanalimga qo'yib boraman. Shuning uchun Telegram kanalimga obuna bo'lsanglar, eng qulay narsa o'zi YouTubedan ham, Instagramdan ham yo boshqa sahifalardan ham ko'ra qulayroq narsa bu Telegram kanal. Telegram kanalga obuna bo'lsanglar, mashinalarda oliy to'lovi ham, bosh to'lovi ham, rasmi ham, videosi ham barcha ma'lumot Telegram kanaliga lo'nda qilib yozilgan. Shuning uchun Telegram kanalimga obuna bo'linglar. Telegram kanalimni nickini Telegramga kirasizlar. Mana shu yerda qoldiraman. Arzondan oling. Kuchukcha arzondan past chiziqcha oling deb bosinglar. Telegram kanalim chiqadi. Telegram kanalimga taxminan 15 mingtaga yaqin obunachim bor. Telegram kanalimga o'tsanglar juda ham yaxshi bo'lardi. O'zlaringga ham, menga ham qulay bo'lardi. Telegram kanalimda operatorlarim ham bor, nomerlari ham bor, silkalari ham, hamma narsasi bor.
Xo'p, akalar, gapni lo'nda qilaman, qisqa qilaman, vaqtinglarni olib, qimmatli vaqtinglarni cho'zib o'tirish niyatim yo'q. Bizga obuna bo'linglar. Telegram, Instagram kanalimga obuna bo'lgan obunachilarimiz uchun agar bizdan avtomobil xarid qilsanglar, o'zimning nomimdan Chixol va Polixlarga bonus qilib beraman. Mana shu videoni olib kelib ko'rsatib, Telegramingga, Instagramingga, YouTubingga obuna bo'lganman desanglar, bitta Chixol va Polixda o'zimni cho'ntagimdan sizlarga qo'yib beraman o'rtoqlar. Yana bitta gapni sizlarga uqtiraman, qayta-qayta aytishga majburman. Aldanib qolmanglar. Bankdan qaytgan mashinalarni kelinglar, olinglar, boshlang'ich to'lovni o'zingizlar qilib olinglar, nomerini taqib olinglar, notariusni qo'yinglar degan gaplarga ishonmanglar. Boshlang'ich to'lov, nomer, notariusni o'ziga $700 dan $1000 gacha pul ketadi o'rtoqlar. Men aytgan boshlang'ich to'lovlarning barchasining ichida nomer, notarius, GAI, sug'urta, оформление hamma xarajat ichida bo'ladi. Ortiqcha 1 so'm hech kimga to'lov qilmaysizlar. Bu mashinalarning ichida o'rtakash, saygak hech narsa yo'q. Hammasi birinchi qo'ldan olasizlar o'rtoqlar. Xo'p, operatorlarimiz nomeri bor, men pastda qoldiraman. Yana ham sizlarga yaqinroq bo'lish uchun mana operatorlarimizni 4 ta nomerlari bor. Mana shu 4 ta nomerlari 88lik 453 7004, 88lik 454 7004, 88lik 455 7004 raqamlariga murojaat qilinglar. Undan boshqa qanaqa raqam bo'lishidan qat'iy nazar, ular saygak, o'rtakash bo'lishi mumkin. Mana shu narsaga ogoh bo'lasizlar. Shuncha mehnatimiz, shuncha katta assortimentda Damas saqlab qo'yganimiz uchun bitta kommentariya, bitta podpiska va bitta laykda ayamaysizlar degan umiddaman. Mana shu menga podpishka, mana shu menga motivatsiya. Xudo xolasa sizlarga Damas kerak bo'lsa, $100 dan, o'zi $100 emas, boshlang'ich to'lovsizdan $1000 gacha pullaring bo'lsa, hamma xarajati o'zimdan. Bemalol kelib Damasda xarid qilishga ulgurib qo'yinglar. Boya aytganimda, like esinglardan chiqmasin, bizga obuna bo'lish esinglardan chiqarmanglar o'rtoqlar.